Bugun sizlar bilan 1 gramm ham go'sht ishlatmasdan kotlet tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ishimizni kartoshkalarimizni qaynata olishdan boshlaymiz. Keyin boshqa idishimizga grechkalarimizni solib, ustidan tuz solib, dimlab pishirib olamiz. Pishib chiqqan grechkamizni, kartoshkamizni solib, yaxshilab cho'pir qilib olamiz. Cho'pir bo'lganimizdan keyin bitta piyozimizni yaxshilab qizartirib qovurib, yog' bilan sovuramiz. Ta'bga ko'ra tuz, murch, zira solib, yaxshilab aralashtirib, bir xil massa qilib olamiz. Qo'limizda shunaqa shakl berib, hammasini yasab to'g'rilab olamiz. Birinchi unga, tuxumga, non talqoniga botirib, qizib turgan yog'da orqa oldini yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa, like bosishni esingizdan chiqarmanglar.